Nega tahlilni och qoringa topshirish kerak? Ovqat qondagi glyukoza, yog'lar hamda ayrim biokimyoviy ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun tahlilni topshirishdan oldin 8-12 soat och qolish tavsiya etiladi. Barcha tahlillar och qoringa topshiriladimi? Yo'q. Masalan, umumiy qon tahlili uchun och qorin bo'lish shart emas, lekin biokimyoviy tahlillar uchun och qorin bo'lish juda muhim. Natijalar qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Bu tahlil turiga bog'liq. Masalan, ayrim tahlillar bor 1-2 soatda tayyor bo'ladi. Ayrim tahlillar bor PCR yoki boshqa murakkab tahlillar 1-3 kun vaqt olishi mumkin. Tahlil natijasini o'zim izohlasam bo'ladimi? Yo'q. Tahlil natijasini shifokor klinik belgilar va boshqa tekshiruvlar bilan birgalikda baholaydi. Yana qanday laboratoriyaga oid savollarga javob bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarga yozib qoldiring.